Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2021 yili 5-oyning 21 kuni juma. Sizlarga nazarcha uchurlarni yetkazib qo'yay deb chiqishim. Bugun uchurlar bir qadar ko'p xabarlar jiqroq. Ko'pincha yaxshi xabarlar. Ashta bo'lsa-mu bak ko'p vaqt olmaslikqa tirishaman. Asosan xulosa shaklda deyman uchurlarni. Bu haftadagi birinchi cho'ng xabar Bugun 21 18 Amerika'ningki kongressida bir isbot berish yig'indek bir yig'in bo'ldi. Xitoyniki kelar yilda Xitoyda ochiladigan qishliq olimpik haqida. Bu yig'inda Nancy Pelosi dunyodagi har qaysi ellarniki davlat boshliqlarini bu qatimqi qishliq olimpikni boyqut qilish chaqirdi. Bu olimpik musobaqasiniki ochilish marosimiga bormaslik chaqirdi. Bu bir cho'ng xabar endi. Amerikada aytgan bo'lganlik uchun bu gapni biroz ruli bo'ldi deb o'ylayman. Xabarlarda bor Nancy Pelosi hozir Amerika hukumatiniki 3-darajalik amaldori. Faqat prezident bilan muavin prezidentniki keyinlam turdi. Ashta bu boshqa bu ishninki ahamiyati bek zo'r. Hozir yana bir qism faoliyatchilar, tashkilotlar kelar yillik Xitoyda ochiladigan olimpikni kechiktirib, bir yilda kechiktirib, undan keyin uni Xitoydan boshqa yo'tkash bu talabni o'tirib qo'yotdi. Tibet Uyg'urlarniki tashkilotlari Uyg'urlarnikidan dunyo qurultiyi masalanga. Ularni birlashma bayonot e'lon qilib, Xitoyda o'tkaziladigan bu qishliq olimpikni to'xtatishni talab qilib, ashla faoliyatlarni yapadi yaqinda. Bu jihatdagi ovozlar kuchayotdi. Yaponiyadagi yozliq olimpik asli o'tgan yil bo'ladi. U bir yil kechikdi. Shu Xitoy virusi sababidan. Ashla boshqa Beijingda o'tkaziladigan qishliq olimpikni maktablarda o'tkaziladigan uni kechiktirib, keyin buni boshqa davlatga o'tkazish to'g'riliq talablar bak kuchli. Buningga asosli sabab bo'layotgan narsa Uyg'ur fojiasi. Hozir buni o'tirib qo'yayotganlar hammasi Nancy Pelosi shuning ichida hozir Xitoyniki Uyg'urlar ustidan yurgizgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatni mushni ko'zda tutib turib Xitoyda ochiladigan olimpik musobaqasini boyqut qilish demdik. Mush ishlarini qilyotdi hozir. Shuningdek bu ishning ahamiyati bek zo'r. Buni bir deb qo'ygim keldi. Bu haftadagi ikkinchi cho'ng xabar Tunögün Litva Lisiana deydi inglizcha. Litvaniki parlamenti Xitoylarniki Uyg'urlar qaratgan siyosatini irqiy qirg'inchilik deb baholab bir qaror oldi. Litva parlamenti. Shunga bu hozir qadar Xitoyniki Uyg'urlar qaratgan siyosatini irqiy qirg'inchilik deb atılgan yoki müştah bir karar algan 5-davlat bo'lib hisoblanadi. Bu biz uchun bir cho'ng yaxshi xabar. 3-chi cho'ng xabar men burun demab ekanman. 4-oyning 21 kuni Amerikaniki kongressi bir qonun loyihasini o'tirib chiqaribdi. Bu qonun loyihasi Xitoyniki Uyg'urlar qaratgan siyosatini irqiy qirg'inchilik ve insaniyetke karşı cinayet deb atash haqida. Buni Avam palatasi 317 numaralı qonun loyihasi deb ataydi ekan. Bundaq bir qonun loyihasi o'tirib chiqibdi. Men bu uchalardan nima diqqat qilmadim, o'qimayman. Bunga yaqinda ko'zim tushdi. Shu buni sizlarga bir deb qo'ygim keldi. Andan keyin 4-chi cho'ng xabar, shu chorshanba kuni 5-oyning 19 kuni Amerika'daki Amerika Kongresi'nin Xitoy haqidagi komitetining 2 a'zosi, uning birisi Cumhuriyetçi Partiyaga tava, birisi Demokratik Partiyaga tava 2 kishi Xitoyniki Uyg'urlar qaratgan tug'utni cheklash siyosatini bekor qilish haqida bir qonun loyihasini o'tirib qo'ydi. Chorshanba kuni. Şuna bunu bir çoğun xabar. Bu hazırca qonun loyihasi bo'yicha taraqqiy o'tirib chiqdi.
Xudoyim bursa bu mümkün tasdiqlanib bir qonun bo'lib qolishi mumkin. Mushundaq Uyg'urlar haqida oqaqidan muhim qarorlar ilinyotidi, qonun loyihalari bu kishini bak xushal qiladi. 5-ci xəbər tünügün 5-ci ayın 20-ci günü Kaliforniya parlamenti bir qonun loyihasini tasdiqlab, uni rasmiy qonun qildi. Bu qonunning mazmuni nima desanglar, Xitoy hukumati hozir turma lagerlarga sulangan 2 million Uyg'urlarni qo'yib bersin. Anadan keyin chet el muxbirlari va BDT'niki tekshirish umaklariniki Sharq Turkistonga berib tekshirishiga yo'l qo'ysin degan qonun. Bu qonun loyihasi tünügün tasdiqlanib rasmiy qonun bo'ldi. Endi mushundaq ochiq oshkora holda 2 million hozir qadar sulangan, turma lagerlarga sulangan 2 million Uyg'urni qo'yib bersin dedigan qonundan menimcha men boshqani bilmayman. Shunga buni bir kuchli qonun deb qarayman. Bu Amerikaning Kaliforniya shtatining parlamentidan chiqqan qonun. Men shu Kaliforniyada turman, xabarlarda bor Los Angelesda. Los Angeles Kaliforniyaning bir shahri. Men bundan xush bo'ldim. Bundaq ishlarning o'tirib chiqqandan. Shunda qilib hozir Xitoyniki Uyg'urlarga qaratgan qirg'inchilik siyosati haqida Amerika hozir qadar olgan qonun va qonun loyihalari xili ko'p bo'ldi. Bu kishini intayin xushal qildi. Uniki birisi hammamiz bildigan Uyg'ur kishilik huquq qonuni o'tgan yil qonun bo'ldi bu. Andan keyin Uyg'urlarniki majburiy emgakka silinishini cheklash qonun loyihasi. Bu yerda ikki qonun loyihasi bor Amerikada. Uning birisi Sharq Turkistondan Amerikaga import qiladigan buyumlarni cheklash. Agar bu buyumlarni ishlab chiqarishda Uyg'urlarni majbur qilsagan bo'lsa, ashtaq buyumlarning hammasini cheklash. Texi bir qancha kunning oldida Amerikaga kirgan paxtadan yasalgan maykani chirtib to'sib oldi Amerikaniki. Shu qonunniki kuchi bilan. Bu birisi, ikkinchisi shu Uyg'urlarni majburiy emgakka solayotgan, silishga mas'ul bo'lgan Xitoy amaldorlarini jazolash. Bu yerda ikki qonun loyihasi bor meniki esimda qolishicha. Ondan keyin bu yil 4-oyda Xitoydagi odamniki ichki a'zosini setish savdosini to'sish haqida bir qonun loyihasi o'tirib chiqqan. Bu Uyg'urlar bilan munosabatli. Uni maxsus Uyg'urlar to'g'riliq demagan bo'lsa-mu, hozir Uyg'urlarniki ichki a'zosini ko'p sonda setayotganligi uchun Xitoylar bu bizning munosabatlik. Ondan keyin aytaman degan Xitoyniki Uyg'urlar qaratgan, hozir ilib berayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatni to'sish haqidagi qonun loyihasi. Ondan keyin aytaman degan Uyg'urlarniki majburiy tug'ut cheklanishini bekor qilish qonun loyihasi. Ondan keyin Kaliforniyaniki turma lagerga sulangan 2 million Uyg'urlarni qo'yib bersin. Ondan keyin chet el muxbirlari va BDT'niki tekshirishga yo'l qo'ysin degan qonunni. Shunday qilib Amerika hukumatining Uyg'urlarga qaratgan qonuni va qonun loyihalari oqaqatni o'tirib chiqyotdi. Bu nihoyatda kuchli tadbirlar Uyg'ur masalasidagi. Bu hammadamni xushal qiladi. Shunga buni sizlarga bir qatam deb qo'ydim degan. Yana bir xabar. Shu 5-ayning 12-kunchi kuni bo'pti bu ish. Men o'tgan qatam buni unutib qaptiman deyman deb o'ylagan, unutib qaptiman. Amerikadagi pensiyaga chiqqan 124 nafar harbiy generallar bir parcha uch xat yozib e'lon qildi. 124 nafar Amerikadagi pensiyaga chiqqan generallar. Bu xatniki mazmuni 2020-yildagi prezidentlik saylamda masala ko'rildi degan mazmun. Andan keyin hozirgi yangidan chiqqan prezident bo'lib chiqqan kishiniki ruhiy sog'lomligi va Amerika shu o'ziniki prezidentlik vazifasini ado qilish iqtidoridagi ojizlik jihatga bo'lgan ansirishini ifodalab bir xatni o'tirib chiqaribdi bular. 124 odam harbiy generallar pensiyaga chiqqan.
Men buni biraz qiziqarli his qildim. Shunga sizga deb qo'ygim keldi. 8-ci cho'ng xabar. Men o'tgan hafta buni unutib qolibman. Yaqında Xitoylar 2020 yillik Xitoy nüfusini tekshirish natijasini e'lon qildi. Xabarlarda bor nüfus tekshirish ishlari 10 yilda bir qatam elib beriladi. Amerikadami shu, Xitoydami shu. Oldinqisi 2010 yili elib berilgan, eng yengisi 2020 yili. Buningki natijasi shu o'tgan hafta e'lon qilindi Xitoy tarafidan. Buningda nihoyatda ko'p norozilik kelib chiqdi. Shu Xitoylarning o'zidan va dunyo xarakterlik bu sanni bular o'zlari xohlagancha to'qib e'lon qilganligi haqida. Masalan, yangidan tug'ilganlarning soni yo degandek, shu virusda Xitoy virusidan o'lib ketgan odamlarniki sonini yushiramiz deb bular nüfusniki yangidan nüfus tekshirishning sonlarini ko'p o'zgartirib, har xil o'yinlarni o'ynabdi. Aslida bu boshqa bu jihatda norozilik ko'p bo'ldi. Bunun ichida bizga munosabatlik qismi nima desanglar, bu qatimqi nüfus tekshirishniki dokladida az sonli millatlarniki nüfus soni e'lon qilmaydi Xitoylar. Masalan, Uyg'urlarniki soni yo'q, Uyg'urlarning nüfus soni yo'q. 2020 yildagi nüfus tekshirishda Uyg'urlarning soni qancha degan narsani tilga olmadi bular e'lon qilgan vaqtida. Bu birisi. Ikkinchisi, bizniki vatandagilarniki nüfusini viloyatlar bo'yicha e'lon qilibdi bular. Ayrim e'lon qilibdi. Buning ichida bir odamni hayron qoldirdigini, masalan, Qashqa, Aqsu degandek viloyatlarni e'lon qilgan vaqtida 2020 yildagi sonlarni e'lon qilibdi. Lekin Xotanga kelgan chog'da 2018 yilning sonini e'lon qilibdi. 2020 yilligini e'lon qilmabdi. Bu nimani ko'rsatadi desanglar, men burun yil deb keldim. Xotanda biz 70% Uyg'ur nüfusini ayirib qoldik. Shunga bular har qancha o'ynasimi bu o'yinni Xotan viloyati ichida yashayotgan Uyg'urlarniki soni hozir yashayotgan nihoyatda chilanishib ketganligi uchun menimcha bular o'ziniki yolg'onchi bo'lib qolishidan ansirab yangi sonni e'lon qilmay 2018 yilning sonini e'lon qilibdi. Bu biz uchun bir cho'ng fojia. Men deb ketganimdek zodi qanchasi ham bo'ldi bizga bilmaymiz. Lekin Xitoyniki mush bir qiliqidanmi shu Xotan viloyatida biz qanchalik odamni olib qolganligimizni biroz faraz qilib bo'ldi. Bu haftadagi 9-cho'ng xabar, yaqinda Xitoyda bir voqea bo'ldi. Bir Xitoyniki bir oliy maktab o'quvchisi Amerika konsulxonasiga viza olib borgan chog'da unaga viza bermadi. Viza bermay uni qo'liga bir parcha xat tutqizib qo'yibdi Amerika konsulxonasi. Bu xatniki mazmuni nima desanglar, Amerika hukumati Xitoydagi 4 cho'ng organda ishlaydigan odamlar, ularniki eri yoki xotini ham 21 yoshga to'shmagan, mayli to'y qilgan, to'y qilmagan bo'lishining qat'iy nazar 21 yoshga to'shmagan bolalarga viza berishni to'xtatibdi. Bu 4 o'rin qaysi desanglar, Goja Jensavi Yanhui deydi. Memleketlik tekshirish komiteti, Goja Anchanbu memleketlik bexatarlik ministri, Gungambu memleketlik saqchilar ministri, andakin Goja Yimin Guaniji deydi. Xitoyniki ko'chmanlarni boshqarish idorasi. Bu idora chegaradan kelib chiqadiganlarni boshqaradigan idorani o'z ichiga oldi ekan. Mush 4 o'rinda ishlaydigan odamlar, ularniki xotini yoki eri, ularniki va ularniki 21 yoshga to'shmagan bolalarga B1, B2, F1, F2, J1, J2 qatorliq vizalarni berishni to'xtatadi ekan. Bu yerda B1 degani xizmat vizasi, B2 degani xizmatchilarniki eri yoki xotiniga beriladigan viza, F1, F2 degani o'zining puli bilan kelib o'qiydigan o'quvchilarniki vizasi. F1 degan o'quvchilarniki, F2 degan shu o'quvchilarniki eri yoki xotinniki vizasi. J1, J2, J1 degani davlatlararo kelishim bo'yicha hukumatdan o'tadigan
o'quvchilar Jayvan degani Jaytu degani o'quvchilarniki xudini yoki eri mushtaq kishilarga beradigan vizani to'xtatibdi. Bu bir cho'ng xabar bo'ldi. Ondan keyin 10-chi cho'ng xabar ehtimol mana shu yaqinqi 18-soatdan boshlab anglayapsizlar. Shenzhenda bir cho'ng bir egiz bino 71 qavatlik bino ekan. Jami 356 metr egizligi. 20 yilning oldida silingan bino ekan. 18-da bu bino turiblamken planlashib ketdi. O'ylab bakinglar 71 qavat 356 metrlik bino. Planlashagandan keyin binoning ichiga tuvallarni 5 qiyib, o'sha qilib shu yerdan ular o'qtirdilar. Qachonlar tushib ketgan binodan deb. Halan hammasi binodan tushib qochdi. Bu 18-da bo'lgan ish. Bu vaqa shu ko'rinishini ko'rsanglar, xuddi Amerikadagi 11-sentabr vaqasida ikki bino portlagan vaqtida Qashqan xalqiniki ko'rinishga o'xshaydi. Bu yerda portlash bir narsasi yo'q. Bino o'zini turiblan portlab ketibdi. 18-da tushdi. Portlagandan keyin shu kuni kashtilamken Xitoylarniki shu binokorlik ishlariga mas'ul idorasi tushanchi berib bu vaqtda 18-da birisi shamol, ikkinchisi bu bino poyez yo'liga yaqinkan, shu vaqtda poyez yo'lidan bir poyez o'tib ekan, uning ta'siri ondan keyin bu tush vaqti bo'lgani uchun tushda havo isib ketgan chog'da issiqda kengayish materiallar, issiqda kengaydigan ishlar bo'ladi. Asta boshqa bu uchi birlashib bir rezonans paydo qilib shu orqali bino planlashibdi deb tushunadi Xitoylar bular. Buni 18-da. Asta tushundiganda endi rezonans degan bir narsa bor. Ingliz rezonans deydi, uyg'urcha rezonans deb ataymiz biz. Xitoylar gunjung deydi. Bütün ko'rik bino narsalarniki bir xil chastotasi bo'ladi. Nima? Xitoylar pilni deydi, inglizcha frequency deymiz. Biz chastota deb ataydik o'qigan vaqtimizda. Ashta bir narsa bo'ladi, bu tabiiy chastotasi bo'ladi. Shu tabiiy chastotasi atrofdagi boshqa muhitlarniki ba'zi bir ta'sir bilan moslashib qolsa, ashta tavrash yuz beradi ko'riklarda, binolarda. Lekin ma'kunisi 18-da Xitoylar deb e'lon qilibdi. E'lon qilibdiga 19-da yeni tavrabdi bu bino. Yeni tavrabdi, shuning bilan 18-dagi Xitoylarniki bergan tushundirishi bekor bo'ldi. 18-da bu chog'da ya poyezdmi yo'q, shamolmi yo'q, tush vaqti emas, boshqa vaqtlarda tavrabdi bino. Ashta bu Xitoylar o'zi mat bo'ldi. Shunday tunogimi tavrdi bu bino. Ashta qilib bu bino kunda ozroqdan tavrab qilyotdi. Shuning bilan biz o'qimiz ya tavrash degan uqum bor dunyoda. Hozir ham bino tavrash degan uqum paydo bo'ldi Xitoyda. Bu bino sog'li 20 yil bo'lgan bino, ashta turplam tavraydigan bir ahvol yuz berayotdi. 3 kun bo'ldi hozir. Shuning bilan ba'zi ishlar pash bo'ldi. Bu binoni sog'a vaqtida binoniki loyisi bitmay turib ish boshlab ekan bular. Ondan keyin bular rekord yaratamiz deb har 2,5 kunda bir qavatdan sotdi ekan bu binoni. Shu chog'da magistrlik o'qiyotgan bir o'quvchi bu binoniki bitish jarayon tahlil qilib, unda ig'ir masalalar bo'lganligini bayqab shu to'g'riliq bir magistrlik dissertatsiyasi yozib ekan. Hozir u bolam biroz danliq bo'lib ketdi ma binodan keyin. İşqilmişler bir şey oldu. Hazır endi ba'zi analizchilar buni Xitoyniki o'rilishi bağlavatıdı. Bizning xabarimizda bor. Hozir Xitoylarniki o'rilishiga sababchi bo'lgan bir necha muhim omillar bor. Masalan, Xitoyniki tayamli urushib qilishi, chet elniki Amerika qatorliq chet el hukumatlariniki Xitoyga iqtisodiy besim qo'yishi bilan Xitoyning iqtisodiy tuvallab shu orqali Xitoy hukumatidagi mag'lub gumron bo'lishi, Xitoy hukumatidagi, Xitoy markaziy hukumatidagi huquq talish kurashishi sababidan o'rilib tushishi yoki Xitoyda bo'lgan siyosiy o'zgarish sababidan o'rilib tushishi, mana shu 4 cho'ng omillarni o'tirg'i qo'yib kishilar. Endi muvaqqatan bo'lsa, ma binoniki sababsizlam tavrinishi Xitoyniki ehtimol hech qanday sababsizdan bir kunisi o'lib ketishidan darak berish mumkin degan ashta paranglar o'tirib chiqdi. Bularni masalan deb qo'ygim keldi. Yana bir gapni unutib qolibman. Men aslida bugungi cho'ng xabarlarniki birisi shuti. Nima Yevropa birligi bilan Xitoy o'tgan yil bir savdo kelishimi haqida ish qilib, savdo kelishimining asosiyatini bitirib qo'ygan bo'lar.
bu Xitoyniki Amerikaga taqobil turish bir strategiyasi. U nima desanglar, Amerika Xitoydan import qiladigan mallarga yuqori darajada boj qo'shib, shu orqali Xitoyniki millini cheklagandan keyin Xitoy birisi Osiyodagi davlatlar, ya'ni birisi Yevropadagi davlatlar bilan birlashib, o'zini savdosini shu yerda qanotlantirib, shu orqali Amerikaniki ko'rsatgan ta'sirini yo'q qilib o'tish strategiyasini qo'llangan bo'ladi. Bunun ichida Yevropa ittifoqi bilan tuzgan bu savdo kelishimi intayin muhim o'rinda turadi. Lekin necha kun oldida Yevropa parlamenti bilet tashlab, nihoyatda 400 ga yaqindek parlament a'zolarining qo'shilishi, faqat 30 nechadak odamniki qarshi turishi, 50 necha odamniki voz kechishi bilan bu Xitoy bilan tuzgan savdo kelishimini to'ng'itib qo'ydi bular. Ijro qilmaymiz deb to'ng'itib qo'ydi. Buning sharti yaqinda Xitoylar Yevropa parlamentidagi bir qism kishilarga jazo qo'llangan. Shu jazo qo'llangan jazoni bir taraf qilmoqchilik, biz bu savdo kelishimini qayta qo'llanmaymiz degan aslida bir qarorni oldi. Bu bir cho'ng xabar. Aslida men ayrim demoqchidim, unutib qoldim. Mushtaq bir ishlar bo'ldi. Bu qitim deydigan yana bir muhim gapim, bu 11-ci mazmun bo'lib hisoblanadi. Mana Turkiyadagi ba'zi qarindoshlar xat yozibdi. Hozir bir qism tashkilot, bunun ichida Uyg'urlarniki bor ekan, turklarniki bor ekan, bizga iltimos qilinglar, $3000 topshirsanglar, sizlarga Yevropa allariniki yoki Amerikaning pasportini beramiz deb uqtirish qilib, bu narsani taqdim etibdi. Ashta uqtirishdan birisi mening qo'limga tegdi. Meniki deb qo'ydiganim, meni bildigan bir suratib so'radi bu ishni mendan. Bu yolg'on. Bu narsaga ishonmanglar. Agar Amerika, Yevropa birlikdagi davlatlar agar Uyg'urlarni ko'chman qabul qilib qolsa, aslidan $3000 pul olib iltimos qilinglar demaydi. Uni haqsiz qiladi. Agar haqli bo'ldi degan chaqda bunda chiq pul olmaydi. Unda ishlar yo'li qo'yilgan chaqda bu nayda cho'ng xabar bo'lib ketadi. Bütün Uyg'urlarniki taratqularda, izmay taratqularda uni men o'tirib qo'yman. Ashta bir ish chiqmoqchilik, mushtaq ayrim shaxs tashkilotlarniki aldamchiligiga oldim qolmanglar. Unda ish mavjud emas hozir. Shunga keyin vaqt kelgan chaqda bu jihatda Dunyo Uyg'ur qurultiyi qatorliq tashkilotlarmi bu jihatda ish tutadi. Shunga ichida saqlanglar, hargiz bundaq o'rinlarga $3000 topshirib solmanglar. Biz menga chataniki pasportni berdi ekan deb, unda ish yo'q. Ondan keyin yana bir men bir tilga qo'yishni o'ylagan bir narsa, hozir Turkiyadagi qarindoshlar oila a'zolarim qani degan temada yana Xitoy konsulxonasi oldida namoyish qilishni boshlabdi. Bu bir cho'ng yaxshi ish. Sizlardan Alloh rozi bo'lsin. Men o'zimniki sizlarga bo'lgan minnatdorligimni bildiraman. Bundan boshqa Germaniya Munchendagi Uyg'ur qarindoshlarmi Xitoyniki 2022 yilda o'tkaziladigan qishliq olimpik musobaqasini, xalqaro olimpik musobaqasini boyqut qilish namoyishchi yapyapti har shanba kuni. Ular bu namoyishni kelar yil 2-oygacha davomlashtirmoqchi ekan. Yoki Xitoyniki shu ishi amaldan qog'ichilik, ikkisi qasib bo'ldirib olsa, shunchilik davomlashtirmoqchi ekan. Bu qarindoshlarning bir o'yi odamni bek ta'sirlantirdi. Sizlarning ajringlarga ko'pdan ko'p rahmat. Endi oxirida bir to'xtalmoqchi bo'lgan ish hozirgi Isroiliya Falastin to'qinishi. Men bu to'g'riliq ozroqcha to'xtalay deb o'yladim. Xabaringlarda bor, o'tgan yil Trump Amerikaniki dunyoninki boshqa joylardagi askarlarning hammasini u yerdan yo'tkab, asosan Xitoyniki atrofiga o'rlashtirgan. Tayvan bo'g'oziga. Maqsad butun kuch bilan Xitoyniki qo'zg'ab qilish ehtimoli bo'lgan Tayvanga qo'zg'aydigan hujumdan mudofialanish. Mushunga aytib ko'p tayyorlik qildi. Buningga boshqa bir qism davlatlar ovoz qo'shdi. Yevropalik davlatlar bor, Avstraliya, Kanada degandek, Hindiston amalan harbiy kuchini shu Xitoy Janubiy Xitoy dengizining atrofiga yo'tkab, Xitoyga taqobil turish
müştaq bir təyəliqlarını qıған bular. Qıgan bu qitimqi bu İsrailiya Palestinniki to'qunishini arq ko'rinishi shu. Bu to'qinish o'tira chiqishi dastlabda Palestindagi bir qism Gazadagi bir qism falastinliklar İsrailiya namoyish qilib shu orqali İsrailiya bilan biroz surkilish paydo bo'lgan. Undan keyin Hamasniki Gazadagi qo'shini İsrailiyaga qarata raketa bombasi atdi. Magapbak muhim bu raketa bombasi boshqariladigan bomba emas. Boshqariladigan bomba emas, raketa bomba uzunluğu bardı. Şuna Gazadan İsrailiyaga yetishga sabab shu. Hali uzun necha 10 kilometr ariqlarga bora oladi, lekin u boshqarilmaydi. Uni atgandan keyin u asosan o'ziniki burunqi nishonlagan tarafiga qarab mangadigan bomba. Ashta narsalarni etib, shuning bilan bu to'qinish kengayib ketdi. Hozirga qadar Hamasniki odamlar atgan raketa bombaning soni 1800 taldan ko'p bomba. Bunu İsrailiyadagi odamlarni zich o'ltiraqlashgan rayonga qartib etibdi bular. Atgandan keyin bu bombadan 1200 dan ko'proq bombani İsrailiya to'sib oldi. İsrailiya bir to'sig'ichi bomba ishlab chiqaribdi ekan. Uningga 4 yildak vaqt ketibdi. Bu bitib bu qatim ishga soldi buni. Bu bak ilg'or ekan. Ashta bo'g'ashqa 1200 daldan ko'proq bombani to'sib oldi bu İsrailiyaniki to'sqichi bombasi. 400dak bomba İsrailiyaga bormay Gazaning ichiga tushibdi. Gazaning ichiga tushgan bombalarni xalqlar tekshirib ba'zilari etilmabdi ekan, ularni ko'tarib uniki videolar ijtimoiy tarmoqlarga chiqdi. Uningda Xitoycha xat bor. Demak bu Hamas atgan bombalarniki hech bo'lmaganda turbisi Xitoyda ishlangan ekan. Endi bu bombani İrandan kelgan ekan deb qaralyapti, ammo Xitoy xatlarim bor ustida bir qism kishilar bu Xitoyning bombasi lam deyapti hozir. Bu bombalar Xitoydan kelgan bomba deb. Ashta bo'g'ashqa esinglarda bor bu yilning 5-ida Xitoy İran bilan 25 yillik hamkorlik kelishimi tuzdi. 25 yillik intan ko'p pul bor buning ichida. Ashta tuzdi Xitoy bilan İran bilan Hamas bir ma urushniki oxiriga diqqat qilsanglar Hamas, İran, Xitoy bo'lib, uning bir tarafida Xitoy bor. Yana bir tarafida Amerika bor. Amerika İsrailni qo'llaydi. Bu qatammi bu narsalarni maydonini ochiq oshkor o'tirib qo'ydi. Bo'libmi İsrailiyaniki harbiy qurollari texnik jihatdan Amerikaniki bilan o'xshash. Amerika o'zi ishlab chiqargan eng yangi qurollarni İsrailiyaga berdi, o'zini qo'ldasin deb. Ashta bo'g'ashqa bu qatamqi bu urush Hamas bilan İsrailiya o'rtasidagi bevosita urush. Lekin u Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi vositlik urush bo'lib hisoblanadi. Cho'ng jihatdan hozir Xitoy Tayvanga tahdid solib, dunyoniki diqqatini boshqa yoqqa burashqa tirishib kelayotgan yaqin yoqi. Hozir mashina qo'zg'ab bu orqali asosligi birisi Amerikaniki Xitoy Janubiy dengiz atrofiga o'rlashtirgan harbiy kuchlarini taqqoslashtirish, ojizlashtirish buni nishon qilyotdi. Undan keyin dunyoning diqqatini hozir Xitoyniki beshiga kelgan boshqa ishlarniki boshqa tarafiga burash. Bu yerdagi Xitoyning beshiga kelgan cho'ng ishlar nima desanglar, iqtisodiy jihatdagi qo'ymichilik, adolatsizlikdan boshqa Uyg'ur masalasini cho'ng bir masala, Hong Kong masalasi cho'ng bir masala, dunyo anadagi Xitoy virusi. Yaqinda dunyoda nurg'un ellar Xitoy virusiniki manbasini aniqlab chiqish haqida bak kuchayotdi. Pompeo oshkorlab o'tirib qo'ydi. Bu virus Xitoyniki Wuhan shahridagi tajribaxonadan chiqqan. Agar Xitoy buni yolg'on desa, menga jang e'lon qilsin. Mening bu gapimni yolg'onligini isbotlasin deb boshlab o'tirib qo'ydi. Ashta bo'lgani uchun Xitoylar ashni qutlaman deb yangidan narsalarni qo'zg'ayotidu. Bu yerda ba'zi bir konkret narsalar bor. Men qarindoshlarniki xabar tep qilishini umid qilaman. Bu qatim İsrailiya birisi
harbiy qurol kuchi jihatdan hozirga qadar ishlatilib boqmagan yangi qurolni ishga soldi. Masalan, bu Hamas atgan bombadan, raketa bombasidan 1200 ni to'sib oldi bular. To'sib olish unumdorligi 90%dan yuqori. Bu yerda endi nima uchun 90%dan to'sib qolganini to'smaydi degan savol bor. Bu raketa bomba bo'lganligi uchun uni atgandan keyin uni boshqa olmaydi. Bu İsrailyaniki bu raketa bombani to'sadigan to'sqichi bombasi kelayotgan bomba qarab turib, uniki bu bomba tushgan yerga qancha ziyini bor farq etadi ekan. Masalan, o bomba minayotgan yo'li odam yo'q, quruq yerga tushadigan bo'lib qolsa, uni to'smay ekan. Nimishqa desanglar, bu to'sqichi bomba xil qimmatgan endi. Bir bomba necha 10 ming dollar deydi. Her bir qitim bir tal o'qni atsa, to'sadigan bombaning onun ichidan 20 tal parcha o'qlari bor ekan, to'sadigan. Aşağı başqa bir qimmatgan, shunga bu kelayotgan bombani analiz qilib, bu xatarlikmi, xatarlik emasmi? Agar quruq yerga tushadigan bo'lsa, to'smaydi ekan uni. Ya'ni bu to'sqichi bomba aqlliqga. Raketa bomba aqlliq emas. Aşağı başqa 90% to'sibdi. Bu bir ahvol, men deb qo'yishni o'yladim. Ikkinchisi, bu qitim İsrailiya Hamasni vayron qilishda nihoyatda bir cho'ng nayranvozlik ishlatdi, aql ishlatdi. Uni aql desak ham bo'ldi, nayranvozlik desak ham bo'ldi. Qaysi maydonda turib deyishga bog'liq bu. Uni desanglar, İsrailiya nihoyatda ko'p tashviqot yapadi. Nima varaqchi taqitish yoki degandek xalqlarni ko'chinglar, biz portlatamiz. Mao binolarniki ostida Hamasning odamlari bor. Hamasniki yushingan yerlari ko'pinchisi oyliklar. Ondan keyin binolar, igiz binolar bo'lgan taqdirdami, uning ustida boshqa ishlar uchun ishlatilgan savdo yo boshqa shirkat degandek yerga ishlatilgan, ammo eng ostidagi bir qancha qavatlari Hamasniki ishlatilgan o'rinlar ekan. Ya'ni Hamas asosan xalqni o'ziga uchun bir qalqon qilib olgan ahvolbek eg'ir ekan. Aşağı boğaşqa İsrailiya tashviqotni ko'p qilib, qolganlarni ko'chinglar, biz binolarni portlatamiz deb. Hamasda Gazadagi bütün binolarning telefon nomeri bor ekan. Bular varaqchini taqitibdi, telefonini qilibdi hatto. Yine necha soatdan keyin ma binoni portlatamiz, aslida Hamasniki qo'mondon o'rni bor yoki qurollari bor. Shuni qochinglar, ben ketinglar deb aşağı xabar qilib u binolarga. Ondan keyin hatto uçqusiz aeroplanlarni razvedka qilg'izib, qarab beqib, kishilar u yerdan chiqayotgan kishilar to'xtagandan keyin ondan keyin portlatib degandek ishlarni qilibdi. Bu birisi. Yana birisi Hamasniki 10 kilometrdek okup bor ekan Gazada, yarasti okup. Bu yerda bütün uniki qurol, harbiy qurollari, ondan keyin nima qo'mondonlik markazlari shu yerda ekan. Bu qitim İsrailiya chegaraga 8 mingdak askar to'pladi. 8 mingdak askar, ondan keyin necha yuz tanka degan narsalarni. Ondan keyin biz besib kiramiz. Yer bilan piyoda askarlarni besib kiramiz. Bu qitim besib kirsak, egallagan yerdan chiqatmaymiz. Qayani biz egallab olsak bizning yerimiz bo'ladi degandek gaplardan tortib ishlatib ular chegaraga askar o'tkazgan. Ashta qilgandan keyin Hamas shu bu İsrailya besib kirdigan az qoldi degan vaqtida Hamas odamlari hisoblam yerasi okuplar kiryapti ekan, 10 kilometrlik okupga. Xalqlar biroq qochaqalar qochib yiqib bo'lgandan keyin İsrailyadan 160 portlatqichi aeroplanlarni chiqsa deb okupni portlatdi bular. Ashta portlatib Hamasniki okupga ig'ir darajada ziyon sababdi. Amaliyotda İsrailya alaqadak biz piyoda besib kiramiz, yerlarni egallaymiz, egallasak chiqatmaymiz degan narsalarni degandek o ishlarni qilmaydi. Endi analizlar deydi bu İsrailyaning ishlatgan bir nayranvozligi taktikasi deb atadi buni. Ashta qilib chiqib Hamasga shon ziyon bo'pti. Falastinliklardan jiqadam bir necha yuz odam o'lib ketdi. İsrailyadan 10 dak odam o'libdi, tushgan bombalarning ta'sirlari bilan. Ashta qilib tunugun İsrailya bilan Falastin o'rtasidagi bu to'qinishda urush to'xtatish kelishganligi e'lon qilindi İsrailya bilan Falastin o'rtasida. Hamas o'rtasida. Endi buni qanday ijro qilinganligi jihatda konkret tadbirlar yo'q. Endi bu yerda bizniki chet eldagi qarindoshlar bilish tegishli bir qism ishlar bor. Buni deb qo'yay. Hozir
İsrailiyadagi Yahudilarning nüfusi 6 milyon 277 ming. 6 milyon 277 ming. İsrailiyadagi Arablarning nüfusi 2 milyon 890 ming. 3 milyonga yaqin. İsrailiyaniki nüfusuniki 21% Arablar hozirmi. Bular yashayotadi. Endi bu yerda biz surishtirib ko'radigan bir qancha ishlar bor. Buni qarindoshlar esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Biz eng cho'ng haqqoniyatsizlikka, adolatsizlikka uchragan bir millat. Hozir o'zimizni saqlab qolish uchun jon talashyapmiz, tirishyapmiz. Boshqani kuzatgan vaqtlarda bir qism muhim omillar bor. Biz ularga diqqat qilib qo'yishimiz kerak. Endi 2000 yildagi vaqtning oldida İsrailiya shu hozirgi İsrailiyada yashab ekanandi, Yahudilar. Keyin qaytib kelib burungi yerini topib oldik deydi. Ana uni besib oldi degan taqdirdami xuddi Xitoyniki Sharq Turkiston besib olganligi bilan o'xshatish mumkin. Gerçi Yahudilar buruncha yashab qolgan bo'lsa-mu, zodi yangidan kelib besib oldi desak, İsrailiyani Xitoy bilan o'xshatish mumkin. Xitoylar bizning ziminimizni besib oldi 1949-yili. Ana Xitoylar bizning ziminimizni besib olib, hozir bizningki 20 milyondak nüfusimizniki 9 milyondak odamni sulab, o'ltirib, bosqinchilik qilib, tutni cheklab, dori yuzib, hozir qilmagan ishlar qolmadi. Biz hozir yashayolamiz yo'q degan ashtaq bir siziqda jon talashyapmiz. Endi İsrailiyadagi 3 milyondak arablar bo'lsa, bütün Arab davlatlarining ichidagi eng yuqori darajalik demokratiya tuzumidan bahramon qilg'iliq bular. Bahramon bo'lyotdi, unda yashayotdi. Endi İsrailiyada Arablarni kamsitmamdi desa kamsitadi. Hozir kamsitish bor, undan saqlanib bo'lmaydi. Amerikadami kamsitish bor. Boshqa millatlar haqida. İsrailiyada ham shunday. Lekin bular demokratik tuzum bo'lganligi uchun ko'p yaxshi. Andagi İsrailiyadagi Arablarniki kuni Sharq Turkistondagi Uyg'urlar seyishtirgan joyda mingasi yaxshi. Ularda yo'qolib ketadigan bir xatar asqabqa ahvolim yo'q. Ular xotirjam yashayotdi. Shu bu narsani aslini chiqarmayli. Mushtan narsani sal bilgan vaqtimizda hozirgidek mushta to'qinishlarga qanday muomala qilamiz degan narsalar to'g'riq biroz aqlga erisha olamiz. Albatta men degandek hozirgi bevosita to'qinish Falastin bilan İsrailiya o'tirisida bo'yotdi. Bo'libmi Hamas bilan İsrailiya o'tirisida. Lekin vositliq to'qinish Xitoy bilan Amerika o'tirisida bo'yotdi. Yevropadagi nurg'un davlatlar İsrailiyani aqsida, Amerika shundoq. Shu bu narsani esimizdan chiqarib qo'ymayli. Biz Uyg'urlar hozir shu Amerika, Yevropadagi ellarga o'xshash ellarniki yordamiga ehtiyojimiz bor. Bu ularninki yordamisiz bizniki masalamizniki hal bo'lishimi tez. Mumkin emas demagan taqdirda bu tez. Shunga bu narsalarni esimizda ching tutishimiz kerak. Bizniki 1 milyon Yahudiniki qo'lishiga erishishimiz bilan 1 milyon Arablarniki qo'lishiga erishishimizniki farqi. Bizningki davoimizni o'ynaydigan roldagi farq osmonzimni farqi bor. Yahudilar ma'lum darajada dunyoni so'rayotdi. Iqtisodiy jihatdan, harbiy jihatdan mushqitimki to'sqichi bombani İsrail o'zi kashf qilgan ekan. Amerika İsraildan setib olamiz deb aytibdi hozir. Ondan keyin tashqiqot, shu Hollywood, Amerikadagi butun cho'ng-cho'ng medialar hammasi Yahudining qo'lida. Ondan keyin Amerikadagi cho'ng-cho'ng amaldorlarning ichida Yahudilar bek ko'p. Masalan, hozirgi Amerikadagi tashqi ishlar ministri Blinken Yahudi Amerika Federatsiya g'aznisi bankisiniki boshlig'i Yelenmo Yahudi bundoqlar bek ko'p. O'tganda Angliyadagi burun Germaniyaniki cho'ng qirg'inchilik uchraganlarning avlodlari, Holocaustniki keyingi avlodlari birlikda Uyg'urlar uchun gap qildi Angliyadagi Yahudilar. Undagi kuchli ta'siri cho'ng bo'ldi. Hozir ham shundoq. Ashta bo'g'ashqa
Meniki chet eldagi qarindoshlardan umid qildiganim o'zimizning manfaatni birinchi o'rin qo'yaylik. Bizningki istiqbolimiz qorong'u hozir nega bir to'xtaydiganligimiz aniq emas. Ashta bo'g'ashqa o'zimiz uchun do'st dushmanni tanlagan vaqtimizda bek aqlli bo'laylik. Unda bo'lmasa qadamni xato qilib qolsak bizningki kunimiz texnik tasib ketadi. Men bu shunchaki ahvollarni eskartib qo'yay. Oxirida deb qo'ydigan yana bir xabar yaqinda medialarga biroz chiqdi bir ahvol. U nima desanglar Amerika yaqinda osmondagi sun'iy amro bilan sun'iy armadan yerga uchurlarni yo'llashda lazer nuri xabarlashish uskunlarini sinaydiganligini to'liq xabar bo'ldi o'sha haftaning ichida. Amerika shu 6-ayning 23-kuni bir sun'iy amroga lazer nuri xabarlashish uskunni avatib osmondan yerga tushiradigan uchurlarni lazer nuri bilan tushiradigan narsani sinab qilmoqchi. Bu bir cho'ng bu NASA'dan qilayotgan ish. NASA'dan bo'lganim bizning davlatda qilayotgan ish. Men texi o'tgan yil maxsus ashtaq uskunniki xizmatiga qatnashgan bir yil qatnashdim. U shu vaqtda tajriba qilayotgan vaqtimdagi meniki rasmim tajribaxonadagi bu men qilgan ish bilan ham munosabatli bo'lib qoldi. Yalnız ular emas, bu bir hozir yaqinqi zamondagi shu ilg'or texnikalarniki birisi. Buning ahamiyati nima desanglar, hozirga qadar osmondan masalan Marsdagi rasmlarni, videolarni yer yuziga tushirgan chog'da radio to'lqindan foydalanadi. Radio to'lqini biz millimetr to'lqini yoki mikro to'lqin deb ataymiz. Endi shuni lazer nuriga o'zgartmoqchi. Bu yerda bu ikki to'lqinning ichida o'tirsidagi o'xshashlik nima desanglar, elektromagnit to'lqinlarining hammasiniki tarqalish surati o'xshash. Radio to'lqini bilan lazer nuri to'lqinniki tarqalish surati o'xshash, mang'an surati o'xshash. Her sekundaga 300.000 kilometr mang'adi. Nur radio to'lqinlarining hammasi har sekundaga 300.000 kilometr mang'adi. Bu jihatni o'xshash. O'xshamasligi nima desanglar, radio to'lqin sochilgan chog'da lazer nuri ko'tarib mang'adigan uchurniki miqdori osmon zamin farqi bor. Lazer nuri 10 asidan 100 asigacha ko'p uchurni ko'tarib manga oladi. Xuddi biz radio to'lqinni yuk tashiydigan cho'ng mashinaga o'xshasak, Amerikadagi 18 chaqliq mashina bor. Mashinaga o'xshasak, lazer nuri poyezdga o'xshaydi. Ashtaq jiq uchurini biraqlamkin ko'tarib manga oladi. Andan keyin hozir masalan Marsniki xaritasini, Marsniki yuziniki bir cho'ng xaritasini yer yuziga tushirmoqchi bo'lsak, agar radio to'lqin ishlatsak, uni 9 hafta ketadi ekan tushirib bo'lishga. Shunchaki sonliq sifirlarni tushirib bo'lishga, uchurni tushirib bo'lishga 9 hafta ketadi ekan. Lazer nuri bilan manglasak aran 9 soat ketadi. Ashta boshqa bu bir cho'ng yangilik. Bundan keyin bu hozir sinov tarqisida yo'l qo'yilmoqchi. Undan keyin bu umumyuzlik amalga oshishi mumkin. Ashta bo'lsa bizningki koinot haqida erishiladigan uchurlarimiz texnik ko'p, texnik tez bo'ladi hozir qaragan chog'da. Shunga buni deb qo'ygim keldi. Eng oxiridagi deydiganim, men tunugin Twitterga ozroq uchur chiqarib qo'ydim. Meniki bir qism chet ellik tanishtirim so'rayotdi hozir yaqinda o'g'lan ahvoli qanday deb. Bir necha muhim narsalar bordi, dunyo ancha diqqat qilmayotgan. Uniki birisi nima desanglar, hozir menga yaqinda AQQdan kelayotgan shurlar bütün Uyg'urlarga Xitoylar hozirmi dori yegizyotdi. Bunun ichida Junyi dorisi degan dorilarmi bor, boshqa oq yoki ko'k dorilarmi bor. Xitoyniki dorisi emas, boshqa dorilarmi bor. Andan keyin shu o'quvchilardan, boshlang'ich o'quvchilari, o'quvchilardan, dehqonlardan hozirmi og'zidan kislota suyini elib tekshiryotdi. Virus bor yo'qligi haqida. Bu narsa meniki ko'nglimda nihoyatda uzun yoki bir cho'ng andishi bor. Bu nima desanglar, Xitoy vaksina chiqarishda texnik muvaffaqiyatli bo'lib bo'lmaydi. Xitoy chiqargan vaksinaning unumi 50% atrofida. Yaqinda Xitoyniki shu vaksinani ishlatgandan keyin kasal bo'lgan,
o'lib ketgan odamlar ko'p hozirmi. Ashta boshqa bular o'ziniki shu vaksinasini mukammallashtirish jihatdagi tajribasini to'xtatmadi bular. To'xtatmadi. Mening eng chong ansirayotgan yerim Xitoylar mush ishda butun Uyg'urlarni sinab qo'yadi. Sinab qo'yadi. Bu xabarlar chet elga chiqmadi. Ashta boshqa men tunugun buni inglizcha yozib chiqarib qo'ydim Twitterga. Bir qism kishilarga avatib qo'ydim. Bu bizningki diqqat qiladigan bir nuqtamiz. Biz chet ellik muxbirlarga gap qilganimizda buni ta'kidlashimiz kerak. Bu ishlar hozir yuz beryapti. Ikki cho'ng ish. Birisi Uyg'urlarniki Xitoy vaksina yetildirish ishidagi sinaq qilinayotgan ahvoli. Ikkinchisi Uyg'urlarning yana keng turda tutilayotganligi yangidan. Shunga hozir bu g'arblarniki matbuotlarda 1 milliondan ko'p Uyg'urlar degan gaplar ancha o'zgarmadi. Kaliforniyada chiqqan qonunda 2 million debdi xo'sh bo'ldim. Amaliyotda bizga bo'lgan ziyon bundan jiq cho'ng. Shunga bizningki odamlarimizning tutilib ketayotganligi, anadan Uyg'urlarniki sinaq qilinayotganligi bu ikki cho'ng ishni ta'kidlashimiz kerak. Bu sinoqda Xitoylar oldidan yoki vaksinani urdi yoki dorini berdi, undan shu Xitoy viruslarni yuqtirdi Uyg'urlarni. Yuqumlantirib, dara yoki vaksina buni to'sib qoladimi, qolamidimi deb sinaq qiladi. To'sib qolamsa Uyg'urlar o'lib ketadi degan gap. Shunga Xitoyniki Uyg'urlar qaratgan yo'qotish siyosatida hech qanday ostilash yo'q, hech qanday o'zgarish yo'q, o'xshash damlashyotadi. Bu narsa hech qasimizning qalsidan chiqib qolmasin. Hozir xalqarada Uyg'urlar to'g'riliq bo'layotgan ishlar bek ko'p. Bo'libmi seminarlar, videolik yig'inlar, bu narsalar, munozirlar, tahlillar. Men burun ashtan hammasini biroz yig'ib berishga tirishib baqqandim, hozir ulgurmaydigan bo'lib qoldim. Shunday ko'p ba'zida deymiz, chiqib shuni tuyungan bir odat kelib qoldi. Lekin bularning hammasi gap. Hozirga qadar yenilamdiki shu ishlarni rasman to'sadigan amaliy tadbir yo'q. Mening tunan chiqan uchurimda mush gap bor. Uyg'urlarning ahvoli bir kuyayotgan binoga o'xshaydi. Xalqaro yordam Sharq Turkistonga yetib borganchilik bu bino butunlay kuyib, kulganib ketishi mumkin. Agar hozir ketaversa. Shunga bu seminarning bo'g'ini yaxshi, lekin eng oxirida yenilangan BDT, Yevropa Birligi, Amerika mushtaq o'rinlardan zodi Xitoyga raus besim ishiltib, aşağıya təşvik üməklərini övətib, kuzatqıçlarını övətib, turğuzub, aşda qamğıçılıq Uyğurlarga bo'lgan ziyan to'xtamaydi. Shunga bu jihatdagi ishlarni hargiz qalbimizdan chiqarib qo'ymaylik. Biznikidagi bo'shib qolganga hozirda oyimizning hech qanday asosimiz yo'q. Shunga eng yuqori darajada tirikchilik ko'rsatishni bundan keyin davomlashtirishimiz kerak. Mushkatni oxirida deb qo'ygan baslarga. Buludu mushuncha so'zlay bilgan, kilar qatim kirish amon bo'linglar. Xayr, xush, Allohga omonat.